Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotganlar. Sizlarga hozir yana bitta juda foydali bitta video qilishga harakat qilyapman. Bu narsaga 1 emas, 2 emas, 3-4 martalab duch kelganim uchun bu videoni qilishga harakat qilyapman. Qarang, uy sharoitida o'zingiz bironta rozetkangizni almashtirib qo'ymoqchisiz yoki bo'lmasa bironta kulchatilingizni, bu kulchatilingizni almashtirib qo'ymoqchisiz yoki biron tok ish qilmoqchisiz, to'g'rimi? Avtomatdan o'chirib qo'ydim deb hech qachon ishonmang. Mana bunaqa indikatoringiz bo'lmasa, iltimos tok ishiga urinib o'tirmang. Bu indikatorimiz mana ki, buni foydali tomoni mana bunday tok borligini aniqlab beradi mana. Tok bor, tok yo'qligini aniqlab beradi. Mana shunaqa indikator bo'lmasa, tokka urinib o'tirmang anig'ini bilmasdan. Endi shunaqadir, shunga o'xshashdir, umuman indikator bo'lmasa. Boshqa soha vakillari ham mana malyerlarimiz bordir yoki bo'lmasa boshqa uyda boshqa shunaqa bir xizmat qilayotganda uy egasi iltimos qilib oladi. Mana shu tokimni almashtirib, rozetkamni almashtirib berib keting deb. Xo'p bo'ladi deb avtomatdan shunday o'chirib kelib hamma joyda o'chdi-ku deb tokka urinmang. Men bu narsaga 1 emas, 2 emas, 3 marta duch kelyapman. Ko'pchiliklar ana shu uchuvchiga yoniga avtomat qo'ydirganda haqiqiy o'zini mutaxassisga qo'ydirmaganligi sababli avtomatni plusga emas minusga qo'yib ketyapti. Tokni o'chirganda uyda общий свет o'chadi, minus ajratgan bo'ladi. Lekin plus hamma uyda kelib turgan tok bo'ladi hamma joyda. Avtomatdan o'chirdi degani uyda общий tok yo'q degani emas. O'shaning uchun nihoyatda tok ishiga ehtiyot bo'linglar. Avtomatdan o'chirgandan keyin ham indikatorda tekshirib ko'rib, haqiqatan tok yo'qligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin tok bilan. Keyin ko'pchilik bor, mana svitlarimizda kulchatillar bor, to'g'rimi? O'chirasiz, yoqasiz. O'shani ham ko'pchilik o'zini sohasi bo'lmagani uchun, haqiqiy elektrikani yaxshi tushunmaganligi uchun o'sha simni o'zi aslida o'sha kulchatil bosganingizda plusni ajratish kerakda, o'sha tepaga lampochkada plus yo'qolishi kerak. O'shanga ham minusni ulab ketadi, bosganda minusni ajratadi, lampochkada postoyanni plus bo'lib turgan bo'ladi, tok bo'ladi. Ko'pchilik nima qiladi uy sharoitida? Bunday o'chiradi, svit o'chdi-ku deydi-da, borib bemalol o'zib Duracell'nidir almashtiraman deb simlarni archaveradi. Unda tok bo'lib turadi. Mana unaqa indikatorda обязательно tekshirib keyin ishlashga harakat qiling. Chunki elektrik 2 marta adashadi deydi hayotda. O'zi aslida 1 marta adashadi deydi, lekin 2 marta adashadi. Bu kasbni tanlaganda bir adashadi. Keyin mana shunday plusni yo'q deb o'ylab bor plusni ushlab olganda ikkinchi marta adashadi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Mana shu videoni gap prosmotr birov ko'rishi uchun emas, mana shu videoni o'zingizga yaqin bilgan insonlarga jo'natib qo'ying. Zora bitta shu videoni jo'natib qo'yib, bir kishini hayotini saqlab qolgan bo'lasiz. Shu narsa bilan ogohlantirib qo'yib. Siz bilmaysizki, ertaga shu bir tok ochib, uyda rozetka almashtirmoqchi bo'lib turgandir. Mana bu videoni ko'rgandan keyin ehtiyot bo'ladi-da, shu ishini qilmaydi. Qani tarqatib podelitsiya qilib qo'yamiz, podpiska ham bosamiz maksimal darajada. Bundan ham foydali videolar chiqaramiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, xayrli kecha mana.